Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim, mana kuzatib yurgan obunachilarim, mana bugun biz Buxoro moshin bozoridamiz. Sizlar bilan birgalikda Buxoro moshin bozorini obzor qilamiz akalarim, ukalarim. Endi niyat qilib yurgan bo'lsa aka-ukalarim, mana shu ishlab, mana shu Rossiyada ishlab mashina olaman, Cobalt olaman, Gentra olaman deb niyat qilib yurgan aka-ukalarim bo'lsa agar bemalol mana shu hozir obzorini boshlaymiz hozir. Marhamat, ketdik. Hozir ko'ramiz hozir. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qancha deyapsiz mashina? 1300 aka. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, tinchmi? 1300. Nechinchi yil mashinangiz? 19. Bitta salonlarni olsak maylimi? Bitta salonlarni ko'ramiz. 2019 mana sveji holatda bemalol chiqarilanib to'g'lamiz. Metangami bu? 4-pokoleniya metanga. Bitta kapot ochsak maylimi? Bitta ko'raylik, keling. Birgalikda. Mana sveji Gentra. Bomi yurakda o'tib bor akalar, ukalar. Bo'lsa, bemalol. Mana kelamiz. Mana sveji moshincha. Yana akamiz bilan o'zi kelishamiz, o'zi narxlarni o'zi qancha deydi. Nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz. Aka, buni buylari qancha buni? 4800 bo'lsa beramiz. Bu yoqdan kelamiz. 9800. Biz Vafo Musofirlar kanalidamiz. Nomeringizni aytasizmi? 93. Hozir 1 minut. Nomeringizni 93lik. 93lik. 609 4575. 4575. Bular qancha buni? 9800 bo'lsa beramiz. 9800 bo'lsa berasiz. Aka-ukalarim, yurakda o'tib bor aka-ukalarim esa nomerlarini aytib ukamiz, bemalol kelishlar ekan. Dalshi ketamiz. Endi qani? Mana Monza. Qancha bo'ldi mashinalar aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchsiz? Qancha bo'ldi? 14. Nechinchi yil bu aka? 23. 23. Bo'lmi? Bitta salonni olsak maylimi? Keling, bitta salonni olaylik. Biz endi Vafo Musofirlar kanalidamiz, YouTube kanalida qo'yamiz. Ana chiroyli mashina, sveji mashinaga oladiganlar bo'lsa agar bemalol. Shokolad mashina ekan o'zi ham, salonlarini qarang. Voy bu, qani bismillahirrohmanirrohim bitta ko'raylikchi. Bismillahirrohmanirrohim, hammaga nasib qilsin. Ana. Voy bu, o'zi ham dahshat mashina ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Buni bularga qancha aka? O'tib beramiz. Qancha? Yurak shu oxirgi tochkasi 13,5. 13,5. Bitta nomeringizni aytasizmi? 99lik. 99lik 016 85 55. Aka-ukalarim, raqamda qo'yaman ekranda. Agar kimga agar yo'qsa, mana qora boyer. Bemalol akamizga telefon qilishlari mumkin. Akajon, katta rahmat, salomat bo'linglar. Vafo Musofirlar kanali aka. Vafo Musofirlar kanali. YouTube'dan ha? YouTube'dan aka. Aha. Ana Lasetti'ning ishqibozlari bo'lsa agar bemalol kelamiz. Lasetti'ning ishqibozlari. Keling qani. Assalomu alaykum aka. Qanday sog'ligingiz? Yaxshimi, tinchmisiz? Charchamaysizmi aka? Qancha deyapsiz Lasetti'dan aka? 5200 kam bor. Nechinchi yil bu? 2010. Bitta salonni olsak maylimi? Keling, bitta salonlarni ko'raylik qani. Bismillahirrohmanirrohim. Qani. O bismillah. Mana 2010. Lasetti mana ishqibozlar bo'lsa mexanika chiroyli sostoyaniga bemalol. O'z akamizda hozir telefon raqamlarini qo'yamiz, bemalol ana nima qilishamiz. Metanga ham. Buni bo'ladigani qancha aka? Bo'ladigani 5 deyamiz. Bo'ladigani 5. Mana obunachilarimga raqamingizni aytasizmi? 88lik. Aha. 308 87 86. Telefon qilsa Vafo Musofirlar kanalidan kelishib berasizmi aka? Bo'ldi kelishib. Obunachilarim bemalol raqamni qo'yamizda, bemalol telefon qilinglar, akamiz bilan gaplashasizlar, kelishib olasizlar aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tinchmi? Bular kimdan? Qancha bo'ldi bu o'sha? Ana o'zi ko'raylik. Assalomu alaykum. O'rmaylar. Qancha deyapsizlar aka? Kimdan bu? Sizdanmi aka? Assalomu alaykum. Keling qani. 8200. Bu nechinchi yil akajon? 16.
Şer yo'lak belani. Mana 16-yil tozagina. Sveji, cho'tki sostoyaniga. Buni bo'ladigani qancha aka? Ha? 8000. 8000. Bu metan gaz bilan. Metan, zavodskiy metan. Zavodskiy metan. Raqamingizni aytasizmi akajon? Raqamingizni, telefon raqamingizni. 93lik. Aha. 081 Aha. 0392. 0392. Vafo musofirlar kanalidan qildim desa, skidka qilib berasiz inshaalloh. Aka, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Ketdik dalishga ketamiz yana. Mana Lasetning ishqibozlari bormi? Ey Lasetning ishqibozlari. Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Tinchmisiz? Kimning egasi? Sizmi aka? Assalomu alaykum. Qanday sog'ligingiz? Yaxshimi? Tinchmi? Qancha deyapsiz buni? 6600. 6600 nechinchi yil bu aka? 12. 12. Bo'ladigani qancha buni? Oladigan telefon Metan gazi bor. metan rotorinchi pakelan 80 ta. Top toza. Yo'q, mana shu krelasda bor. Bitta krelosiga bor. Bitta raqamingizni aytasizmi aka? 94lik 294 0702. Aka, Vafo musofirlar kanalidan telefon qilsa skidka qilasizmi? Joni sog' bo'lsin aka. Kelinglar. Ketdik. Mana yurakda o'tib bor akalar, ukalar bo'lsa bemalol kelishlaringiz mumkin mana bu yerga. Rang-barang mashinalar bor. Kim niyat qilib yuribdi baribir bir yaxshi mashina olaman, bera bir chiroyli mashina olaman degan aka-ukalarim bo'lsa bemalol kelishlaringiz mumkin mana bu yerga. Mana Lacetti deysizmi, mana Cobalt deysizmi, mana rang-barangasdan bemalol mana kelishlaringiz mumkin mana bu yerda aka-ukalarim. Xo'p. Kelamiz ana dalchi ketamiz. Mana shu yerga kelib beramiz dalchi. Mana ochiqlari bor ekan bu yerga bemalol. Mana bularni kelinligini ana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kimdan bo'lib? Assalomu alaykum. Qanday sog'ligingiz? Yaxshimi? Tinchmi? Charchamaysizmi? Nechinchi yil aka? 18. 18. Kraska? Kraska yo'q bu yoqqa bor ekan. Yo'q, bu yo'q. Sveji, ha? Bitta salonlarni olsak maylimi? Mayli, oling. Bismillahirrohmanirrohim. Qani bir niyat qilganlar bo'lsa agar, chiroyli ana shunaqa bir mashina olaman deb niyat qilganlar bo'lsa agar, aka-ukalarim mana oppoqqina akajonlarim mexanika ekan. Yurakda o'tib bor aka-ukalarim pullarni bosib o'tirgan bo'lsa agar bemalol o'zi akamizning nomerlarini qo'yamizda, zudlik bilan telefon qilamiz akamizga. Kelishtirib beradi, hozir gaplashamiz hozir. Vafo musofirlar kanalidan telefon qildim desangiz agar, inshaalloh kelishib beradi. Metan gazlar bilan bo'lsa kerak, o'z orqalarini ham ko'ramiz hozir. Mana bir metan gaz qo'yilgan bunga. Mana aka-ukalarim, beri metan gazchasi bilan. Bemalol. Aka, buni bo'ladigani qancha aka? Aka, champulni men shudagi champul. Haftasiz aka. 7300. Vafo musofirlar kanalidan telefon qilinsa kelishtirib berasizmi aka? Ha. Nomeringizni ayting. 91lik. 120 12. 120 12 akamizga telefon qilasiz. Bemalol murojaat qilib kelishib berasizlar akamiz bilan. Aka, salomat bo'ling. Ketdik aka-ukalarim. Bemalol yana ketamiz. Yana mana Cobaltlar bu bera. Rang-baranga Cobaltlar bemalol. Qo'yamiz. Mana mokra asfalt olaman deganlar bormi? Mokra asfaltdan. Buni egasi kim edi buni? Cobalt egasi kim Cobaltni? Sizdanmi aka? Kelingin aka. Assalomu alaykum. Qanday? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Tinchmi? Charchamaysizmi? Sizdanmi akajon? Nechinchi yil bu aka? 2019-yil kraskasi toza. Kraska top toza. Ha, 120 hal bo'lgani. Propan 4 pakalani, 4 balon yangi. Aha. Buni bo'ladigani qancha aka? 9,5 deyapti, o'tib beramiz bunisiga, barakasiga, generalni qilib beraman. Generalni qilib berasiz. Obunachilarimga raqamingizni aytasizmi aka? 90lik 635 24 24. Akamizga telefon qilamiz zudlik bilan. Vafo musofirlar kanalidan telefon qildim desa, akajon chiroyli qilib inshaalloh aka. Salomat bo'ling akajon. Mayli. Ketdik. Mana oq bayi bormi? Oqqa balet qiladiganlar. Mana
Top toza, yangiday turibdi o'zi ham. Shakalar. Shu niyat qilib yurganlar bo'lsa, shu pulni bosib yurganlar aka-ukalarim bemalol kelishlaringiz mumkin mana bu yerda. Mana bu qancha bo'ldi akam? Aka bu qancha bo'ldi? 22 11 ming. Metan gazi bilan bu ham. Metan gazlari bilan aka-ukalarim bemalol bormi yurakda o'tib bor aka-ukalarim. Mana dalshi o'zi ketaveramiz hozir. Bemalol ketdik. Kobaltlarni ko'rdik endi boraylikchi bir dalshi boshqa joylarga o'zi. Faqat kobaltlarni ko'rdik o'zi bu yoqqa. Kelingani. Mana yana Nexia uchlar bor ekan bu yerda. Bemalol kelishar. Mashinalar ko'p aka-ukalarim bemalol telefon raqamini qo'yamiz, bemalol kelishingiz mumkin. Mana yana bitta Nexia hozir ko'ramiz o'zi Nexia'ni. Bittagina yuvish kerak tom, changga yurganlarmi deyman akamiz hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qancha deyapsiz mashinani? 9 ming? Nechinchi yil bu? 21. 21. Kraskasi qanday? Toza. Metan gazga. Metan. Bo'ladigani qancha aka? Bo'ladigani 8800. Raqamingizni aytasizmi? 99lik 146 20 22. Bafo Musofirlar kanalidan telefon qildim desa, bir kelishtirib chiroyli qilib berasiz aka. Salomat bo'ling aka. Mana bemalol chiroyli mashinchalar mana. Yurakda o'tib bor aka-ukalarim bo'lsa, mana Buxoro mashin bozori, o'ylamaylar men hozir O'zbekistondaman. Rossiyaga edim, hozir O'zbekistondaman. Endi bir nasib bo'lsa mehmon berdim. Inshaalloh yana ketamiz Moskvada. Ketdik. Dalshi ketamiz, dalshi. Mana kelamiz mana. O'rmon ukam. Ukam. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nechinchi yil mashinachingiz? Bunun aka 22. 22. Metan gazgami? Ha, 3. paketdan metan ham bor. 3 paketdan metan. Kraskasi qanday ukam? Polnaradno. Probek. Probekda 70 mingta. 70 mingta. Buni 1200 olamiz. Yangim bu. Bo'ladigani qancha mana ukam? Bo'ladigani. Bo'ladigan shu 10 mingdan bir nima tushib berishimiz mumkin. 10 mingdan bir nima tushasiz. Raqamingizni aytasizmi? 99lik 563 74 41. Vafo Musofirlar kanalidan telefon qilinsa chiroyli skidka qilasiz. Bitta salonni olsak maylimi? Aka bemalol. Bitta salonni olaylik. Mana aka-ukalarim bemalol. Свежий ekanligin. Действительно, mashincha свежий ekan, avtomat korobka. Desa yuragida o'tib bor aka-ukalarim pullarni bosib yurgan bo'lsa, endi meni akasi faqat Moskvadan, Rossiyadan siz ish chiqaraydingiz deydi. O'ylamaylar, men hozir O'zbekistondaman aka-ukalarim, o'sha uchun hozir kelib bekor yurmaydi, sizlarga yangi obzorlarni chiqarishimiz davom etaman. Inshaalloh yaqinda yana shu oyda yana Moskvada bo'laman. Dalchi yana Moskva ishlarini chiqarib beramiz. Aka-ukalarim, bari bilaman Moskvada, Rossiyada ishlab yurgan aka-ukalarim niyat qilib yuribdi, baribir mashina olishim kerak, chiroyli mashinalar deb. Mana ukamizni raqamini qo'yib qo'ydim. Bemalol telefon qilasiz. Bafo Musofirlar kanalidan telefon qilsangiz chiroyligini skidka qilib berasiz. Sizga qarang. Sveji bitta oldirroq kelsa ham bo'ladi. Mashincha sveji, top toza. Metan gazlari bilan shuni o'tirasizda, shuni bo'lsasiz, tamom. Salomat bo'ling. Mayli ukam, sog' bo'linglar. Ketdik. Mana bormi yurakda o'tib bor aka-ukalarim. Dalshi ketamizmi bir? Boshqa mashinaga faqat Cobalt, Mobilt Gentra olmasdan ketdik, dalshi ketamiz hozir. Ketdik. Qarang, rang-barang mashinalarni qarang-da endi aka-ukalarim endi. Keling. Labon ishqiboz bormi? Labo. Labon ishqibozlari bo'lsa, hozir mana qo'yib beramiz hozir. Qalagan. Assalomu alaykum. Qalay so'lisiz? Yaxshimi, tinchsiz? Qancha deyapsiz aka buni? 13,5. Tushasizmi bir minutga aka? So'liz yaxshimi? 13,5. Kraskasi qanday? Yangimish? Yangi, probeg o'li? 8,5. 8,5 to'l probeg. Pachka ekan. Gaz baloni yo'q, benzin bilan. Benzin bilan. 91, 92. 92. Gap yo'q. Buni bo'ladigani qancha aka? 13,5 ming salonga qimmat turadi. Salonga qimmat turadi.
Yani pul bilan Shu- kelsa gaplashamiz. Shu Bafo Musofirlar kanalidan telefon qildim desangiz, ozgina tushib chiroyli qilasizmi skidga? Ha? Qilamiz. Bo'ldi, javob yo'q. Bitta raqamingizni aytib bering. 91lik 411 78 57. Bormi, ishqiboz bo'lsa agar bu akamizga srazi telefon qilamiz. Ana salonni bitta ko'raylik. Yangi pachka ekan. Mana shuncha o'li. Uzr. Mana. Holi changi o'zi bilan, ey. Yurakda o'tib bor aka-ukalarim bo'lsa, bu bari niyat qilib yuribdi bilaman. Bitta shuni yaxshi mashinasam bir mehnat qiladigan mashin deb men yana bir marta aytaman, o'ylamaylar, men Rossiyaga emasman, hozir O'zbekistondaman, yaqinda yana boraman inshaalloh. Prosta bir bekor o'tirmay deb keldim. Sizlarni o'zim shahrim Buxoro mashin bozoridaman. Raqamlarni aytdik akamizni. Telefon qilamiz. Bafo Musofirlar kanalidan telefon qilamiz akajon desangiz agar sizga akamiz chiroyli qilib skidga qilib beradi. Aka, salomat bo'ling. Yana qanaqa mashinlar ko'rsak, obunachilarimga ketdik, dalish ketamiz. Ketdik. Mana o labo bormi? Labo. Laboga ishqibozlar bo'lib bilaman men. Laboni o'zi ishqibozlarga, hozir labo o'zi mashinalarni o'zi ko'rsatamiz hozir. Mana o'zimizning mehnatkash shu bari shu o'zbekning mehnatkash labosida bu. Biz akamizga boramiz. Aka, assalomu alaykum. Qanday sog'ligingiz aka? Tinchmisiz? Charchamayapsiz? Yaxshimi, yaxshi Rahmat. O'zingiz qalaysiz aka? Bo'lyaptimi ishlaringiz? Rahmat, davay. Nechinchi yil akajon bu? 93. Ebe 23. 23. 22 dekabr kuni kelgan. Aha. Kuzov ham 23. Kuzov 23. Probeg qancha aka? 50 ta. Narxi qancha? 93 million. 93 million. So'mga. So'mga. Ana, so'mga, dollarga emas, bemalol. Metan gazi bormi? Propani bor. Propan arzon gaz metan. Propan. Aha, propan. Bo'ladigan qancha aka buni? 92 million bo'ladigan. Telefon raqamingizni aytasizmi? 97 302 11 75. Akamizga telefon qilasiz zudlik bilan. Mana labo, yangi sveji labo bemalol. Ish qilmagan bu. Faqat karniga non toshigan tamom. Faqat karniga non toshigan ekan. Sveji mashincha bemalol. Bafo Musofirlar kanalidan telefon qilinsa, skidga qilasiz, ha? Ha. Salomat bo'ling aka. Rahmat. Bemalol aka. Kelib murojaat qilib berasiz. Gazini bosib berasizlar. Mana butkaliklar bu ham bor ekan bu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday sog'ligingiz aka? Bir tutamizmi akajon? Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Nechinchi yil bu aka? 96-yil aka. 96. Qancha deyapsiz? 3200 deyapmiz aka. Tamam bu. Probeg. Probeg aylanib turgan aka. Qancha? Bilmayman. 2 kuruklar yurgan. 2 kurug yurgan. Bo'ladigani qanchami? Biladigan aka 3000 ga beraman. 3000 ga. Ha, biladigan. Men bilaman shu obunachilarim ichiga pulni bosib yurganlar bordami? 3000 ga bepul ekan, ey, bemalol kayf qilib o'zbekda bu mehnatkash mashinada bu. Bemalol telefon qilib raqamingizni ayting aka. 91lik 446. 446. Bafo Musofirlar kanalidan telefon qildim desangiz, chiroyli qilib skidga qilib berasiz. Aka, salomat bo'lasiz aka. Mana bemalol o'zbekning mehnatkash mashinalardan. Mana yana bittalar. Chiroyli mashinalardan. Keling shu Damazga o'taylik, shu Damaz ishqibozlari bor baribir. Assalomu alaykum. Akam, qalay sog'ligingiz? Yaxshimi, tinchmi aka? Mashincha nechinchi yil aka? 23. Yab yangi. Yangi. Qancha deyapsiz buni? 6800. 6800. Siz Probeg qancha? 26. 26. Mana aka blogerman aka. Xo'sh. Bafo Musofirlar kanalidan mana aka. Xo'p, raqamingizni aytasizmi akajon? Behruz. Behruz, raqamingni ayt. Bitta raqamingizni aytib bering aka. Bloger. 90lik aka. Aha. 712 0996 aka. Bafo Musofirlar kanalidan telefon qildim desangiz, skidga qilib berasiz, ha? Ha akajon. Mashin top toza, kraskasiga ish javob. Kraskasi toza. Metan 13 ballon poligi bor. Bu beramiz aka. Bitta Probeg qancha dedilar? 26 ming yurgan. 26 ta yurgan. Top toza. Bitta olsak maylimi? Bemalol aka. Aka ukalarim men bilaman, barib Damaz ishqibozlari ko'p. Mana sveji mashincha. Men bilaman, barib Rossiyaga ishlab obunachilarim bo'lib bosib yuribdi pulni. Damaz olaman deb. Pul kimga deydi-ku? Ana kliplarga ham bor, pul Damazchilarga deb. Bemalol mana. O'zbekning mehnatkash mashinalaridan-da bular. Akalarim, mayli, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar aka ukalarim. Mana Labo. Ketdik, Laboga boramiz. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Qancha deyapsiz buni? 6,5. 6,5. Nechinchi yil bu? 24. Probeg qancha? 25 ming. 25 ming. Bitta telefon raqamingizni aytasizmi aka?
93lik 470 57 43. Akamizga telefon qilamiz. Bemalol murojaat qilib, mana Labo mashinaga ish bo'lsa bo'lsa, bemalol bosaveramiz. Ketdik, dalchi ketamiz, dalchi. Mana bu Damas'ga kelamiz, mana. 80. Men o'zim shahrim bu. Buxoro mashina bozori. Ketdik. Obzorni qilamiz. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Sog'lar yaxshimi? Tinchmisizlar? Charchamayapsizlar? Bitta tushamizmi? Sizdanmi shu? Keling qani bir. Keling qani aka. Nechinchi yil aka bu? 25 aka. 25. Probeg qancha? Probeg 600 ta. 600 ta probeg. Kraskasi qani? Radno yangi mashina, tayyor mashina aka. Metani bor, chiqol poli qilingan. Olasiz minasiz, tamom. Bo'ladigani qancha? 7700 yo'q biz aka. Vafo musofirlar kanalidan telefon qilib skidka qilasizmi? Skidka qilamiz. Metani bormi? Metani bor, chiqol poli qilingan, tayyor mashina. Bormi aka ukalarim? Men bilaman, baribir Damas ishqibozlari ko'p baribir. Akamizning raqamlarini aytib o'tdilar endi. Ekranga ham qo'yib beraman men raqamlarini. Bemalol yurakda o'tib bor aka ukalarimizni bilaman, Rossiyaga, Moskvada bosib yuribdi pullarni. Damas olaman deb niyat qilib o'tirganlar. Bemalol mana salonni ham ko'rsangizlar ham sveji mashincha. Chiqol poli qilingan. Chiqol poliga bor. Metani bor, tayyor. Metani bor, tayyor. Aka obunachilarimdan telefon qiladi aka. Men Vafo musofirlar kanalidan aka. Chiroyli qilib, sizga qilib, ha, inshaalloh. Salomat bo'lasiz aka. Mayli. Akamizni nomerlarini aytib o'tdik. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Nomer qarang 656 VB 80. O'zim shahrim Buxoro. Zanglaymiz, tamom, sirazi. Ketdik. Mana 30 raqam ham bor ekan, ana akalarim olib kelgan ekanlar. Assalomu alaykum. Aka intervyu. Alaysiz aka, sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Mana olam. Qancha deyapsiz aka? 6700. 6700. 23. 23 yil. Probeg qancha? 27 ta. 27 ta. Kraska. Toza. Toza. Vafo musofirlar kanalidan telefon qildim desangiz, skidka qilasizmi? Mana qilamiz. Raqamingizni ayting aka. 93lik 683 7007. 7007 akamizga telefon qilamiz. Srochni. Hozir o'zi ko'biga 2 soat ichiga o'zim montajlarini qilib qo'yaman. Buni bugun yakshanba Buxoro mashina bozoridamiz. Gazini bo'lsamiz. Akam, salomat bo'ling. Mana bitta salonlarini olaylik. Salonlarini. Mana salonlari. Metan gazi bor, ha? Propan gazi bor ekan, mana. O'zi propan ham o'zi arzon, qimmat emas-ku. Mana. Albatta-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Baribir men bilaman shu obunachilarim ichiga bo'lib Damas olaman deb yurganlar bu-da. O'zbekning mehnatkash mashinalaridan. Bosamiz akalar. Bosamiz gazlarni. Ketdik dalchi. Ketamiz. Mana yana qanaqa sizlarga mashinalarni ko'rsatamiz. Ladaga ketamiz, Ladaga. Keling, Largusga boraylikchi, Largusga. Largusning ishqibozlari ham bo'ldi, bemalol mana bu yerda. Hozir qo'yamiz, ketdik. Assalomu alaykum. Kimdan bo'ldi aka? Lada Largusning ishqibozlari bormi? Bemalol o'zi kelamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lik, yaxshimi, tinchmi? Qancha deyapsiz aka buni? Sizdanmi? Assalomu alaykum aka, qalay sog'ligingiz? Tinchmisiz? Qancha deyapsiz aka? 7000. Nechinchi yil bu? 2007. Kraskasi qani? Krilo kapot. Krilo kapot. Gazga? Metan. Metan gazga. Probeg qancha aka? 20000. 20. Bo'ladigani qancha aka? Pistak turadi. Shu 6,5. Vafo musofirlar kanalidan telefon qildim desangiz kelishtirib berasizmi? Raqamingizni ayting aka. 77lik 271 47 47. Aka ukalar Lada deb mana niyat qilib yurganlar bo'lsa agar bilasizlar bu Lada qanaqa mashinaligini. Mashina Moskva, Buxoro bo'lsasiz bemalol. Ketdik dalchi mana. Ketdik bu yoqqa boramiz. Pauza. Mana aka ukalarim, mana sizlarga mana Buxoro mashina bozorini obzor qildik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aytilgan raqamlarga zudlik bilan telefon qilamizda. Ko'rishguncha aka ukalarim, salomatlikka uchrashaylik.